bitta savdo bilan bir kunda razgon qilib boyib ketish ko'pchilik xohlaydi. Bu narsani mayli forexchilar qilyapti deylik, mayli, omadini bersin. Lekin mana bu aksiya tradingda ham ko'pchilik shu narsaga qiziqyapti. To'g'ri, bu narsani olib bo'lmaydi emas. Kerak bo'lsa bir kunda penny stocklar orqali 100%, kerak bo'lsa 1000%, 500% natija olish muammo narsa emas. Mana o'zimda ham bunaqangi keyslar bo'lyapti. Lekin yangi treyderlar umuman bu narsaga qarash kerak emas, ya'ni bu narsaga havas qilish kerak emas. Chunki unaqangi, ya'ni bilimsizlik ortidan yoki yangi sohaga kirganlar shunchaki savdoga kirib, ya'ni penny stocklarga signal orqali ishlab turib 99% gacha balans yo'qotganlar bor. Screenshotni qo'yib ketaman. Bu juda ham katta xato narsa. Siz xavfli savdo qilmoqchisiz, ya'ni riskovli savdolar qilmoqchimisiz? Hech qachon yangi trader bo'ladigan bo'lsa bu narsani qilmang. Eng kamida 3 yillik tajriba bilan yokida 1000 ta savdo o'tkazgan bo'lsangiz, keysingizda, realniy shotda eng kamida 1000 ta savdo qilgan bo'lsangiz, o'zingiz tahlil qilib, keyin bunaqangi riskovli yo'nalishda ishlasangiz bo'ladi. Aytaveradi, men bu yerda bittasi chiqadi, meni strategiyam orqali 100% foyda qilasan dedi, unaqa dedi, bunaqa dedi. Maqsad ularni sizga faqat kurs sotish. Hech qachon bunaqa narsaga aldanib qolmang. Agar men shu trading bo'yicha halol yo'llarda foyda qilish bo'yicha aynan men aksiyalar orqali bilimni olmoqchi bo'lsangiz, realniy faktik maslahatlar olmoqchi bo'lsangiz, sahifamni kuzatishda davom eting. Keyingi videoda signallar bilan to'g'ri ishlash haqida ham gapirib beraman.